Salom, sizlar bilan birgalikda bugun imperiyamizni rivojlantiramiz. Sizlar bilan Enderboy va videomiz boshlandi. Xullas, imperiyamizda nima yomon, nima yaxshi, shuni bilish uchun jitellardan so'rab ko'rishimiz mumkin. Qani jitellar nima deb javob berar ekan? Baliqlarim qan? Hammani ko'lga oqib ketgandir. Usmon. O'rningdan tur, Usmon. O ahmoq, yo'qol, men uxlayotganimda asabni o'ynama. Yo'qol. Usmon, o'zi yoqib tashlayman basharangni. Tur o'rningdan, Usmon. Qo'limda jajgalka bor. Usmon. Uxlashga qo'yasanmi, ahmoq Enderboy, yo'qol yonimda. Usmon, senga olmos beraman. Yo'qol dedi. Nima? Qo'lingda nima? O'rningdan turmasang kalingni ketqizaman. Tur dedim o'rningdan, iflos. Sasib yot turmasdan. Bugun nima bo'lganini aytishing kerak, hokimsan. Bugun nima bo'ldi? Eshik yo'q. Nima bora, lunatikmisan? Bora qolasandagi iflosda gapirmaganda ko'r. Jamol, bugun nima bo'lgandi? Voy. Itvachaga o'xshagan marazchalar og'zi salon tutib olib bitta tering ishlaman. Go'lim, bugun nima bo'lgani haqida menga xabar berishing kerak. Nima deysiz, janob? Bugun uxlash o'rsa bo'ladi. Yurman, aylanib. Sanda aylanib yuribsanmi deb so'rayotganim yo'q. Itvacha, bugun nima bo'lganini so'rayman sendan. Bularning gapirganini ko'r, obunachilar. Baliqlarim shu yerdan. Baliqlarim yurganiga ketdi. Bulardan so'ragandan ko'ra o'lib ketganim yaxshi-ku, ko'rmayapsizlarmi? Imperiyamiz rivojlanyapti kundan kunga. Yana bunaqa narsalar qilib tashlaganman. Men ham ifloslar bo'lsa, men gapirgisi kelmaydi. Ularni yaratganman. Yaratmayman, to'g'ri. To'g'risi, NCT'lar bor, Minecraft yaxshi tushunadiganlar bilsa kerak. NCT'lar bor, lekin bunaqa shaharchalar yo'q-da. Shuning uchun ham sekin harakatni boshlardim. Ketdi. Voy, iflos. Mirshab. Sen nariyoqqa kirib qo'rqilashing kerak emasmi? Aka, siz tanimayman, kimsiz? Itvachalar, hammang bir ko'rsanlar. Nima bunaqa? Obunachilar like bilan podpiska bosib qo'yinglar. Sizlarga yalinib so'ramayman, просто hamma olib keting. Kunimga yarar. Endermenlar shu endi ko'p. Aytgancha izohlarda eng yaxshi ko'rgan biomlar yozib qolishni unutmanglar. NCTmi yoki Ender Dragon spawn bo'ladigan joymi yoki mana shunaqa endi o'rmonlarmi? Ana ketdi, kommentga kiringlar. Sirli bazamga boraman, kerakli narsa olib keyin shaxtaga tushaman. Oho. O'zingizdan so'rasangiz, nima bo'pti? Nima gaplar bu olamda? Baliqlarni yeb ketaveramiz. Qani nimalar? Kuchaytirishga, lekin darajam oshgan. Qanicha? Bilardim. Ol, ketdi, uchun sen bilan bo'shatib chiqaylik. Ochchi, nimalar bor? Obunachilar, shuncha qurdim, lekin jitellar menga itoat qilmayapti. Agar obuna bo'lsanglar itoat qilishadi hozir. Bittasidan so'rab ko'rishim kerak. Kerak yo'q qolar. Ketdi endi. Bosdi. Akalar, bana birinchi katta videoyim, katta video qilmaganman. Mayda videolarda yurganman. Qani shaxta o'g'an ekan. Akalar, hech qanaqa modsiz o'zim qurganman bu joylarni. Lapislar. Omaga yaxshi menimcha deydi, bo'shliq bo'lishi mumkin. Qani bitta oldik. Ammo ham o'ramiz, bo'sh turmasin. Nariyoqda bu chiqish ekan, orqaga ketdi. Yon tomonga kiramiz, ol lapisni. Bu yoqqa kiramiz. Mamlarni ham olaylik. Chiroyli tursin yo'limiz. Glowstone qanaqadir kukuni yo'qotdi menga. Sekin olib What the fuck? Nima bu? Voy! Qishloq qilaqatga shuncha soliq bermaydi-san. Bu itvachalarga hali borsam ko'rsatib qo'yaman.
Ulan kallasiz qoldiraman. Tezroq o'lay qol. Sekin olamiz, yarim soat bo'ladi endi bu. Oldik. Orqaga suramiz endi. Tish yo'q. Hech narsa qilmay ketdi. Ketamiz buni ham. Menimcha menga qotil yo'llanganmi deyman bu joylardan yo'qolib ketishimga. Nimaga desanglar, har kuni endermenlar ko'ziga qarasam indamaydi, chunki ularga yordam beraman, qarashaveraman. Lekin nimagadir shu kunlarda endermenlar tez tashlanyapti. Keyin o'zimni do'stlarim aytishi bo'yicha yaqin jitellarim kimdir menga assassin, ya'ni qotil jo'natayotgan ekan. Chiroyliligin. Men kimga yomonlik qildim, shunisi noma'lum. Ketdi. Sekin ketamiz. Cho'ta qotil jiteli o'ziga o'xshamayapti-da. Hozir endermenga o'xshagan maxluq bo'lsa kerak, chunki o'zi endi qirol bo'lsa kim menga tashlanadi? Qotil bo'lganda hozir qarayamni quchoq qilgan bo'lardi. Voy, bratishka, qalaysan? Nima yo'qlarda olmoslar topdimmi? Aka, endi boy, bugun nima bo'lganini bilmaysiz. Hamma yoqda oltinlar yashirganimizni bilib qolibsizmi? Olmasam yashuv dedi, siz olmos topibsiz. Endi biz o'ldik. Nimaga? Bizlar uni endermenlarning kuchi yo'qolishi uchun, tarqatish uchun bekitardik. Soliq mahsulini keskinlashtirish uchun. Nima? Hali sizlar shunaqa qilib yurasizlarmi? O'zim ham aytardim. Nimaga bilib qoldingiz? Endi o'ldirishadi bizlarni endermenlar. Tashlandiq hududlarga bostirib kirishgan esingizdan chiqdimi? Esimdan chiqqani yo'q. Ana yerda shimollarda bo'lsa kerak shu joylar. Sekin aytasizmi? Endi bizlar kallasiz qoldik, kallasiz. Baqir-chaqir qilma, hech kim tashlamaydi. Men chunki endi qirolman. Endi qirol bo'lishga ham qarab o'tirishmaydi, shoni boyata, endi voy. Bor yo'qol itvachchasan, men kim bo'lsa. Gapga ishonadigan kimman? Obunachi. Men senga nima qildim? Yo'q, suvga kiramiz. Yoshligimda parkurchi bo'lganman. Davay. Jinchib qol. Tepaga otdi. Ishqilmamni tashlab qo'ymasin, menga kim qotil jo'natgan bo'lishi mumkin. Yo'q. Nimaga? Tepaga ot.